Assalomu alaykum barchaga. Zintuklarimiz tayyor bo'ldi. Razmeri 35 ga, yoni 220. Qalinligi 0.45 matsenkovkadan. Birinchi sort tunukadan bo'ldi. Materiali rossiyskiy. Bu o'choqning orqasidan tutun qo'yayotgan ekan. O'sha o'choqning orqasiga o'rnaydi, tutun tortgani. 3 ta o't yoqadigan joyi bor, 2 ta demoxoti bor. O'sha o'choqda 3 ta demoxoti bo'ladi, o't yoqadigan joyi. Bu 3 tani o'sha tutun tortib chiqitgani, qoraytirayotgan ekan devorlar. O'sha devorda qoraytirmaslik uchun tayyorlab berdik. Qo'shimcha turbalar ham bor mana. Shu komplektda mana shunday holatda bo'ldi. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerida qoldirib qo'yamiz. Manzil Namanganda. Bu tagi devorning o'tini qaydan biladi? Chaqtirib turib, deb ishqagan, so'g'andan keyin.